Bugun sizlarga spatifilum guli haqida gapirib bermoqchiman. Bu ayol baxti guli hisoblanadi. Xalq tilida shunaqa deb tanilgan. Spatifilum guli judayam injiqmas. Yangi o'rganayotganlar ham o'stirsa bo'ladi. Ular asosan fitilni polivni yaxshi ko'radi. Tuproq doim nam bo'lishi kerak. Hamda turli xil o'g'itlardan haftada 1-10 kunda 1 berib turish kerak. Spatifilum guli hajmi jihatdan har xil bo'ladi. Bu gigant sorti. Keyin yana uni o'rta sorti mavjud. Keyin qora rangdagi kichkina sorti ham mavjud. Barglari qoramtir bo'ladi. Spatifilum gulini mana gigant sortini o'sgan holati. Buni 8-marta bolalarim menga sovg'a qilishuvdi. Mana bu razmerda edi. Hozir mana shuncha razmerga keldi. 1 metrdan oshiq hozirgi razmeri. Gullari juda chiroyli, katta oppoq rangda bo'ladi. Bu gullamagan edi. Menga sovg'a qilishgandi. Mana uning hozirgi holati.